Rus tilida muloqot qila boshlash uchun 3 ta narsa muhim. Birinchisi to'g'ri tuzilgan dastur. Ikkinchisi tajribali qattiqqo'l o'qituvchi. Uchinchisi o'quvchini harakati. Agar dastur zo'r bo'lsa, o'qituvchi zo'r bo'lsa, ammo o'quvchi hech nima qilmasa, 7 kunda ham, 1 oyda ham, 1 yilda ham natija bo'lmaydi. Ammo agar dastur zo'r bo'lsa, o'quvchi zo'r bo'lsa, o'qituvchi ham o'zini ishini ustasi bo'lsa, 7 kunda razgovor qila boshlash mumkin. 7 kunda siz til egasidek gapirib ketmaysiz. 1 oyda ham, 1 yilda ham bu narsa imkonsiz. Chunki o'zingizning tilingizda ham 100% sof, to'g'ri gapira olmaysiz. Harakat qilgan o'quvchi doimo natijaga chiqadi. Misol uchun mana bu o'quvchi. Дайте мне пицца, печенье, бургер мне, лаваш, наш дайте. O'quvchining darajasi 0 edi, ammo harakat qildi. Har kuni dars qildi, chatda muloqot qildi, suhbat qildi va 7 kun davomida уже 0 darajasidan razgovorga chiqdi. Razgovorga chiqdi deganda xatosiz, aktsentsiz yoki ideal gapira boshladi degani emas. Bu degani qo'rquvlarini yengib, o'ziga uvereni bo'lib, sodda tarzda o'zini fikrini ifodalay boshladi. 7 kunda bunaqa natija.